Angliya pul muomala vaqt gazeti va Amerika New York vaqt gazeti Amerika amaldorlarini naql keltirib, Rossiyaning Xitoydan harbiy va iqtisodiy yordam talab qilayotganligini o'tirib qo'ydi. Pul muomala vaqt gazetining xabar qilishicha, Moskva Beyjingning Ukraina jang maydonini harbiy ta'minot bilan ta'minlashini umid qilgan. Amerika doiralari Xitoyning Rossiyaga harbiy yordam berishining og'ir oqibatlarini keltirib chiqaradiganligini ogohlantirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bo'lsa, buning Amerikaning soxta uchur ekanligini aytdi. Germaniya xabar agentligi DPA'ning xabar qilishicha, Germaniya armiyasi yangidan ta'sis qilingan 100 milliard yevroluk armiyani zamonaviylashtirish plani doirasida havo armiyasiga Amerikadan F-35 urush aeroplani sotib olmoqchi bo'lgan. Egilanishicha, Amerika Lockheed Martin shirkatining yangi F-35 kurashchi aeroplani Tornado urush aeroplanining o'rnini olar ekan. Bu aeroplan 1980-yildan boshlab Germaniya havo armiyasida ishlatilgan bo'lib, Amerikaning yadro bombasini ilib yuralaydigan birdan-bir Germaniya aeroplani ekan. Türkiye Prezidenti Erdoğan Ankara'da resmi ziyareti bo'layotgan Germaniya Federativ Cumhuriyetining bosh ministri Scholz bilan ko'rishdi. Erdoğan uchrashishdan keyingi axborot e'lon qilish chog'ida bizning Germaniya bilan bo'lgan ikki taraflik savdo miqdorimiz 2020-yili 38 milliard dollar atrofida bo'lib, 2021-yili 41 milliard dollardan oshib ketdi. Biz bu sonni 50 milliard dollarga yetkazishni qaror qildik dedi. Xitoyning 17 million 500 ming nufusi bo'lgan Shenzhen shahrida karantin e'lon qilindi. Yuqumlanuvchilarning ko'payishi sababidan Xitoyning eng chong shahri Shanxayda qatnash cheklamasi qo'yildi. Qozog'iston prezidentligining bayonotiga qaraganda, Prezident Qosim To'qayev davlatning milliy manfaatini qo'g'dash va pul muomala sohasining muqimligiga kafolatlik qilish uchun yangi farmon imzolagan. Bu farmonga asosan 10 ming dollardan ortiq naqd pulni va oltindan 5 gramdan ko'p oltinni davlat sirtiga chiqarish ma'ni qilingan. Bulgariya Maarif ministri Nikolay Denkov urushdan qochgan 20 mingga yaqin Ukrainalik bolani maktabda o'qitish kursi bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Yana bir tarafdan Polsha Maarif va ilm-fan ministri muxbirlarni kutib olish yig'inida 30 ming Ukrainalik bolaning Polsha tili ma'rifi ilayotganligini e'lon qildi. Xitoy atalmış konu o'ltiraq rayonini yangilash va go'zallashtirish nomida Qashqar xalqi orasida yangi bozor degan nom bilan tanilgan Qashqar shahridagi donliq universal cho'ng bozorni chiqishga boshlagan. Bir necha kun burun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sinda oshkorlanishicha, Xitoy Qashqardagi Tuman daryosi bo'yiga joylashgan Qashqar yangi bozorni majburiy chiqishga boshlagan. Uningdan ilgari tarqalgan yana bir sinda bo'lsa, do'konlarning chiqilishdan burunqi quruqdalgan holati ko'rsatilgan.